Buni qaranglar o'rtoqlar. Azlicha akordeon. Bu belgi paltovskiy, ya'ni ukrainskiy muzikal instrumentniki fultlari. Buni qaranglar, pasportni qaranglar. Xo'p, instrument Министерство местной прессы УССР Украинмузпром, Полтавская фабрика музыкальных инструментов. Город Полтава, улица Пушкин, 42 дом. Qaranglar. Наименее изделия футляр va tip instrument akordeon. Akordeon holati juda zo'r. Holatini yo'qotmagan. Akordeon buni eng qiziq tomoni hozir 2026-yil bo'lsa, bu noyabr 78 data выпуск 78-yil noyabrda ishlab chiqarilgan. Hop, разница cena 12 so'm bo'lgan ekan, 12 rubl bo'lgan ekan. Mana shu instrument, ya'ni bu muzikalniy instrument o'zini holatini hali yo'qotmagan. Buni qaranglar. O'zini holatini yo'qotmagan, даже remenigacha o'ziniki. Remenigacha saqlangan, juda yaxshi. Juda chiroyli saqlangan instrument. Buni qaranglar. Oldi tomondan. Bular ham juda chiroyli saqlangan, buni qaranglar. Полтавский instrument. O'ta gрамотный saqlangan instrument ekan. O'rtoqlar. Instrument. Mana bu belgisi. Shu Полтавский ukrainskiy haligini belgisi, ya'ni juda chiroyli saqlangan. Mana shu belgi, mana shu belgi. Qaranglar. Bu videoni akordeonlarga qiziqadiganlarga yuboramiz. Yo'qsa bittadan like, bittadan podpiska bosib ketasizlar. 1978-yil noyabrda chiqarilgan. Mana ko'ringlar, data выпуск. Различная cena 12 rubl, 12 rubl, ya'ni 12 so'm bo'lgan ukrainskiy muzikal instrument. Necha baho berasizlar kommentariyada? Kutamiz sizlardan. Bir даже ochilmagan ham bu instrument. Faqat saqlangan. Juda chiroyli saqlangan, juda o'zini holatini yo'qotmagan holatda saqlangan. Hozir ochib ishlatib, cholib ham ko'rdim. O'ta chiroyli holda saqlangan. Даже havo ham chiqmaydi mana. Havo kamerasi pardasida даже mana qaranglar. Qaytgan yo'q. Qaytish uchun mana qaytyapti endi. Chiroyli saqlangan instrument ekan, молодцы.